Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, aziz o'quvchilar, navbatdagi darsimiz tahorat ahkomlari haqida bo'ladi. Tahoratda bolalar bilib olamiz, 4 ta farz bor. Oyatda keladi, Moida surasining 6-oyatida: Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn deydi. 4 ta farz bor ekan. Birinchisi yuzni yumoqlik. Mana shu quloq atrofidan, mana jag' taglaridan peshonagacha yuvish. Ikkinchisi qo'lni tirsaklar bilan birga yuvish. Chala puchimdagi tirsaklarni yuvmasdan namozga kelish emas, tirsaklar bilan birga yuvishlik, Mana chig'aloq deydi, tirsak deydi. O'shalar bilan qo'shib yuvish, keyin boshni 4/1 qismiga mas tortish. To'rtinchisi bo'lsa oyoqni to'piqlar bilan yuvish. To'piqlar bilan yuvishlikni doim nima qilish kerak? E'tibor berish. Tahorat namozni kaliti, namoz jannatning kaliti deydi. Tushunarlimi aziz o'quvchilar? Tahorat farzlari nechta ekan? 4 ta ekan, Yodlab olamiz. Oyatni ham hammangizlar yodlagansiz. Alloh taolo o'zi foydali nasib qilsin barchamizga. Amin.